urinishi. To'p yuqoridan yetkazib berildi. Gol! 1-0! Uchrashuvning 8-daqiqasida Rustam Ashurmatov hisobni ochishga muvaffaq bo'lyapti. Markaziy himoyachi unga guruh bahslarida ham bir marotaba omad kulib boqish. Baribir gol urishdi. Baribir gol urishdi. Aynan mana shu futbolchi xavfli Nguyen Xoy o'z so'zini aytdi. Demak, ishlangan taktika, o'ylangan uslub va Vyetnam terma jamoasi navbatdagi uchrashuvda ham shunda to'p jarimasiga yetkazib Gol! Gol! Fedorov! Ajoyib holat, tarixiy o'yin. Bunaqasi boshqachasi bo'lmaydi. 3 ta hujumchini qo'rqmasdan maydonga tushirgan murabbiy bu Ravshan Haydarov bo'lyapti.